Bilasizmi, qaysi banklarda sizning nomingizga bank kartalari ochilgan? Buni tekshirish juda oson. Buning uchun banklarga alohida borish shart emas. Avvalo, Milliy bank mobil ilovasini o'rnatamiz. Ro'yxatdan o'tgach, mening barcha karta va hamyonlarim bo'limiga kiramiz. Endi boshqa banklardagi kartalarim tugmasini tanlaymiz. Bu oyna orqali barcha banklardagi kartalarimiz haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Agar jami kartalar soni 20 tadan oshsa, foydalanilmayotgan kartalarni yopishimiz mumkin. Yana qanday kerakli ma'lumotlarni berishimni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.